bir millat vakili sifatida agar sizga mikrofon tutilsa-da, nima degan bo'lardingiz butun dunyoga? Tinchlik bo'lsin, insof bersin derdim. Faqat insof bersin. Men Olmaotadan keldim. Atim Muhabbat. Necha yoshsiz? Men bu yil 65 yoshdaman. Grija problemasi bilan keldim. Belimda grija bor. 30 yillik saxrim bor. Men mana bugun 5 kun bo'ldi kelganimga. Hamma narsa roziman. Birinchi o'chir mana shu boshliqdan boshlab sanitarkagacha shunaqangi zo'r bu qizlar. Qatdan olgan Jahongir bunaqa chiroyli qizlarni bir-biridan chiroyli отношенияsi shunaqa yaxshida. Oy opajon deb shunaqangi yaxshi bizni hozir mana 5 kundan beri qarayapti. Rozimiz, sinimi kelamiz. Iloji bo'lsa bir yilda hacha bir marta bo'lsa 2 marta kelib turish kerak ekanda. Ya'ni biz 65 yildan beri biz yiqqan kasalni birdaniga невозможно-da davolash. Shunga men aytyapman sinimga qanday yaxshi bo'ldi kelganimiz. Boshdan oyoq lechit qilyapti. Ginekolog bormi? Pankreatit, hamma ichki a'zolar, hammasi davolanyapti. Ari har kuni qo'rqib chiqamiz. Chaqyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketamiz deb o'ylayapman. Reklama уже qilib bo'ldim Olmaotaga. O'rtoqlarimga. Xudo xolasa ular ham kelishadi. Kelganlar hammasi xursand. Ketayotganlar ham xursand. Hammasidan so'rab chiqyapman-ku. Qayerdan kelding? Aktau, Atrau, Oroldan kelibdi. Kokchetau, Pavlodar, это Olmaotadan qancha uzoq? 2000 kilometr uzoq Olmaotadan. Shunaqa joylardan kelishib, davo olib ketishyapti-da bular. Sizda saxr va grija muammosi bor. O'zi asli nima ish qilgansiz shu vaqtgacha? 65 yoshga kirdim yaqinda deyapsiz. Endi men yosh paytimda shu Yangiyo'lda o'zim yangiyo'llikman. Yosh paytimda konditerskida ishlaganman. Undan keyin mebelda ishlaganman shu yerda. Keyin turmushga Olmaotaga chiqib ketgandan u yoqda endi детский sadikda ishladim. Undan keyin shu bozorda ovqat qilib, uyg'urskiy taomlarni qilib, odamlarga yedirib, shu og'ir ko'tarib, bolalarni katta qilguncha, o'qitguncha shu ovqatlarni ko'tarib yurib, bozorma-bozor shundan grijalarni topdim deb o'ylayman endi. Uyg'urskiy ovqat deysizmi? Ha, biz uyg'ur bo'lgandan keyin uyg'urskiy, lag'mon, manti, somsa, go'shtnon. Millatingiz uyg'ur? Uyg'ur. Hozirgi vaqtda Qozog'istonda yashaysiz. Lekin asli O'zbekistonliksiz. O'zim asli Xitoyda tug'ilganman. Yo'q. Xitoydan 62-yil 2 yosh paytimda chiqqanmiz. Qozog'istonda biroz vaqt turib, keyin Toshkentda odamlarni shunaqangi muomalasimi? Yaxshi, odam non shahri ekan Toshkent deb maqtagandan keyin Toshkentga kelgan ekanmiz ota-onamiz bilan. Shu qolib ketdik-da, ya'ni 20 yoshga kirganda Toshkentda keyin shu Qozog'istonga ketib, mana hozir bir yil mana 45 yil bo'ladi. Men o'sha Qozog'istonlikman-da. Har yili kelib Toshkentga ukalarimni ko'rib ketaman. Nima ko'proq sizni qiynaydi bu mana kasalliklarda? Birinchi o'chirt saxr. Saxrdan nerv ham ketar ekan. Butun hamma narsani sekin-sekin yer ekanda, saxr degan. Endi bunday o'rischa deganda медленная смерть ekan buni. Shu saxr birinchi o'chirt saxr, keyin oyoqqa berdi, keyin shu og'ir ko'tarishlar bilan belga grija bo'lib, endi bu grijani faqat operatsiya deydi. Endi operatsiya olguncha mana shu yerda bir davolanib ketaylik dedikda. Artroz позвоночника yeyilyapti, nima deydi? Yeyilyapti. Saxr bo'lgan odam sifatida ko'proq nimadan aziyat chekasiz? Birinchi diabet ko'zga berdi. Ikkala ko'zimni 9 martadan 18 marta operatsiya bo'ldi desak ham bo'ladi. Tomirlar yorilib ketadi-yu ko'zda. Shularni tikadi. Allohga shukr, hozir endi yaxshi ko'ryapman. Pochkaga beradi. Hozir pochkam Xudoga shukr yaxshi, mana shu oyoqdan qiynalyapman. Eng birinchi shu, потому что oyoqning venalari, haligi tomirlari torayib, qon yaxshi yurmaydi.
sidolichniy nerv qisilib qolar ekan grijadan. Orasida dieta qilib turaman. Ko'pincha уже qilmayman, charchadim. Staraymiz bo'lish, конечно, non yemaslikka, xamir ovqat. Bizda Uyg'urlarda faqat xamir ovqat-ku. Necha yil yashagansiz Xitoyda? Xitoyda 2 yil. 2 yil. 2 yoshda chiqqanmiz. 2 yoshda chiqqanman. Ha, u qanaqa bo'lgan u chiqib ketishlarini? Shu yopiq deyishadi, yopiq zona deyishadi. Shu как раз 62-yil yopiq zonadan chiqqanmiz. Hozirgi vaqtda u yoqda qarindoshlar bor? Bor. Qanaqa aloqa? Yaxshi deydi, hozir juda ham yaxshi. Aloqa qanaqa? Aloqa qilmadik, bormadim, hali bormadim. 12-yil oxirgi marta borganman, 2012-yil. Hozir endi yana yaxshi. Bir millat vakili sifatida agar sizga mikrofon tutilsa-da, nima degan bo'lardingiz butun dunyoga? Tinchlik bo'lsin, insof bersin derdim. Faqat insof bersin. Endi men ham Xudo xolasa yanagi yil, endi может быть bir yil Alloh buyursa balkim kirib chiqarman. Bizga yaqin-ku yerda. Hozirgi paytda telefon aloqalar yaxshi. Yaxshi. Hamma narsa yaxshi hozir. Endi 62-yillar ham mavzudon bo'lgan vaqtlarda boshqacha bo'lgan. Hozir endi yaxshi, Xudo xolasa. Prezidentlarimiz omon bo'lsin. Chiqib nima qilsa ham shu xalq uchun qilsin-da, omon bo'lishsin. Tinchlik bo'laversin. Tinchlik bo'lsin. Faqat tinchlik bo'lsin. Rahmat kattakon vaqt ajratganingiz uchun. Sog' bo'ling. Rahmat.